أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني وهو النظر في الضمان كلام كم كله عند أهل ده كله دينك مثل والضمان عند الفقهاء على وجهين بالتعدي يعني مش انتو ليدورسا تعدي قلشلان ونبزوتش شقوتش عندك أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال ياكي باشقلنك مال ملكنا أسراش قوضا قلششن شنو إشك ترجع يربطنا فأما بالتعدي فيجب على المكري باتفاق فيجب الضمان مش المكري ليله مثلا شنو زينكش قاسا إيجاري آغان كشي أشو إيجاري آغان ناسجة زين أوروباسا وتلش كراك بون اتفاق والخلاف إنما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أن قندا تعدي ولا بقاسا ضماننا يعني تلمن كالترب تشقدو قندق بوسا تلمن كالتمايدو قنچلك مقدار دو تليدو degan masalalarda talash tortish bor lekin ijaraga oluvchi ta'diy qilib qolsa to'laydi deganda ittifoq shuni miqdori qanday ahvollarda to'laydi deganda ixtilof bor فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء في من اقترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء مثلا يقرق مناسب خلافي مسألة برسة علماء مشنا بالمسألة قندا حكم قلش شدا في القضاء ديجان شو قندا بيشترب حكم قلش تلمنا كمجة قندا شكل بيرب بريشين في من اقترى دابة إلى موضع ما فلان ياجتشد شلتما دبر ولقنا إيجار قبته مثلا برتوجنا من مكي برواي دب إيجار قبته فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء özü tutuşken şu Mekke varman yanbosa şeylerden halkıp yana ciddi kadar ketip mesela Medine'den Mekke'ye varmana da icar yaptıkken bir tügene Mekke verip yana haccıda ciddi ketip bunda ahvalda qanda bir taraf qilmas qanda to'laydi desa faqala ash-Shafi'i wa Ahmad alayhi al-kira'u alladhi iltazamahu ila al-masafati al-mushtarita o'zi shartlashgan tutishgan shu orliqqa yetarlik kirani to'laydi deydi ya'ni Makka qadar kirani to'laydi va mithlu kira' al-masafati allati ta'adda fiha andan o'zi ortiqcha berib olgan shu masofaga mo ketilgan kiratan qilurdi masalan Makkaga 100 riyal olib chiqqan bo'lsa uni bir berdi andan Makkadan Jiddaga 50 riyal ketgan bo'lsa 50 riyalni berdi ya'ni 150 riyal bo'ldi وقال مالك رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة أش ألاقنك إجسي يعني إجاري بايوشي اختيار القبادة يا أشو أرط باغن أرنمو كراسن ألودو مثلا 100 ريال مكية 50 ريال جدة 150 ريال طلق ألودو بلده yaki yadmanu lahu qiymatad dabba yaki ash ulag'ning pulisini to'lab turdi mesela shu ulag' masalan 5000 ko'y desak 5000 riyal 5000 riyalni to'laydi chunki buning ulig'ini tatib olgandek bir ish bo'ldi g'asb ya'ni xuddi buni tatib ulug'idan quruq qo'yib qo'ygandek bo'ldi deydi pulisini to'lab bir ekan yo'q buni tanlaydigan odam ash ulag'ning egisi yo'q aşı tüyelinin pulunu to'lab bir desa olmaysa yo'q 100 riyalni bir olaman 50 riyalni bir olaman desa olmaysa وقال أبو حنيفة لا كراء عليه في المسافة المتعدة halq ketgan eshib ketgan masofaga kira to'lamaydi yani 100 riyaldan bir ekan Makkaga ishgan bu ortiqqa pul to'lash yo'q deb nima uchun Abu Hanifaning uchun shunday deydi chunki bu odamning ulug'ini g'asb qilib yani tatib olib qochganday bir ish bo'ldi bu g'asbda shunda foydalanib olgan nimani to'lash yo'q masalan birisi mashinasini tatib olib joyga olib qochib bir shayga berib olgan bo'lsa shu mashina yo mashinaning pulini to'laydigan gapkan falan shay berilish bilet pulini to'laysa deydigan ish yo'q ekan lekin bu shu ularni tatib olib joyga berib olgan ekan u berilishdan iborat foydani chiqarsa to'lam kelmaydi demoqchi albatta manfaat yo'q hozir ularning qilsangiz shu ularni albatta o'zini qaytirdi lekin 100 riyaldan birdi 50 riyalni qo'shib bermadi şu hozir Abu Hanifaninki nimasi ojizdan nima? Hanafiy mazhabning umum qoidasida manfaat to'lanmaydi. Manfaat to'lanmaydi.
ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعدات أنه ضامن لها. البته Mekke'den ciddiye çıkıvatkan çağda o ülep kalsa onu töleydi gallıqda mele ittifak et. Yani çögeni tölep birdiken elbette. Hanefi mezhep mümkün şu müşkil karşı o menfaat tülenmeyi dua ediyor. Mümkün. Bilmem bu aciz kıskarak. عاجز يعني. أبو حنيفة عذر عاجز. ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعدات أنه ضامن لها. مسافة المتعدة هذا المدبارة Mekke'den ciddi çıkarlık. Bu çağda öyle bir kısa tüge tüley doğru. Bunu da ittifakken. Günahkarlamda Hanefi mezhebi. Günahkar oldu çünkü bu gaz. Gazın malını tartıvağından ibaret. İki hazır var günah bulaşışını basılmıyor bunlar. Açtılem. Bir tarafının ciddiline bir taraf kılışması İslam. فعمدة الشافعي والإمام أحمد مش هذا إمام أحمد باللغة أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل أصله التعدي على سائر المنافع ومنفعة كتجاوز يعني منفعة لنوالده إلا منفعة لنوالده كان aşında menfaatki neçpul şakki savlaydigan bolsak şunu tölaydi deymiz. Asluhu yani bunu nima qiyas qilmasak boshqa turli manfaatlarga unda ta'addi qilib qolsa o'xshash demoqchi. Wa amma Malikun fakaannahu lamma habasa ad-dabbata an aswaqiha. İmam Malik debdan bu ulag'ni o'zining bozordan qo'yib qo'ydi bu. O kira qilishni qilmay qoldi-ku, uni ep ketgan ekan. Kira işlerini kılamadı, bazarga çıkamay kalgan ekan. Ra'a annahu qad ta'adda alayha fiha nafsiha. Yani bu adet nimaga ta'addi qildi desa, o'sha dabbining o'ziga ta'addi qilgan bo'ldi deydi. O'sha uloq asli bu Makkaga borgandan keyin yani bazarga chiqib, yani Madinaga kira qilib mayamonish kerak. Lekin bu shuni meni o'zini ib qochgandek bir ish bo'ldi. Tugini o'zini ib qochib, tugiga qarata ta'addi qilgan bo'ldi deydi. Nafsiya degan shu, nafsid dabba. Fashabbahahu bil ghasib. Mana g'asibga o'xshatib qo'ydi. Imom Abu Hanifa g'asibga o'xshatgan. Va fihi da'fun. Bunda ajizlik bor. Yani g'asibga o'xshatishda ajizlik bor demoqchi. Yani Imom Malikning, yani o'zining imomining ismi ajiz darsidir. Va amma madhab Abu Hanifa fa ba'idun jidda. Imom Abu Hanifaning mazhabi umumbak jiroq, umumbak ajiz demoqchi. Amma taqtadihi al-usul ash-shar'iyya. Shar'iy usul qoidaning taqozzosidan baklam jiroq. والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي. شريعة قائد الرجاء شريعة روحي أن يقن بوغنا مش مسألة إمام الشافعي وإمام أحمد نينك قرشوا. ما هو هذا ترجيح. إنك ترجيح كلدن ما. Özden İmamın ninkini mi mercih kılıyordu. İmam Abu Hanife'nin işkeden zaten gazete matırık taktı bunu. Şunda okşaş. Avla yak menfaattan faydalanışlı ibaret etti. Lekin bu qoida bo'yicha deb aytsak asli bu bir xil g'asbga yaqin kelib qoladi. Lekin natija e'tibori bilan avlning hal qilish sharti sanandi shariat ruhiga yaqin. وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثورة عد من صاحب الدابة يضمن بها الحملة. Nima yangi maslika. Imom Malikning nazarida bir uloq masalan mudrak etib qoldi, ya bizga kurlashib chiqildimi? Bu uloq egisininki qasdlik bilan ashunda mudirtayotgan yoki kurlashtirayotgan bir ahvol bo'lib qolsa, bu ahvolda shu yuk masalan ya suv ketdi yoki sunib ketdi, bunda bo'lib qolsa, yuk ashmalning zinni to'laydi demoqchi. Haml degan shu yuk. Haml ba'ir yani. Qasdan tizayda ostaydi sunmay jaq bir yerga qo'yib qissindirib pasa qilayo'q. Ta'addin degan shu anda qasdanlik bilan yo shunda qanday chap turib yoki katang yolda qasdan siri yurib undan o'qib ketsa, unda dabba degani masalan mashinaga ishlasak bo'ldi bizning zamonimizda. وكذلك إن كانت الحبال رثة yana chekkan tangan ağamchilari beklam tushirib ketgan bo'lsa, Çürük ağamçı tasıdı üzüp ketiplam, hamma narsa yerga tushib sunib ketdi. Yoki daryo uchib ketdi. To'laydi demoqchi. Wa masailu hadha al-bab kathiratun. Wa amma alladhina ikhtalafu fi damanihim min ghayri ta'addin illa min jihati al-maslahati fa hum as-sunna. Hamda kishilarning manfaati, shunda to'limisa ish joyida bo'lmaydi deb kishilarning umum maslahati, jamiyatning umum maslahati to'lashni taqozo qiladi degan masalalar bo'lsa, bu hamda ta'addi qilmasmi, lekin to'latmasak manfaat qo'dolmaydi degan masalalar bo'lsa,
fahumus sunna, yani hünərvən kasıblar. Hünərvən kasıblarını taaddi qılmışın tutduğu ahval var idi. Bunu söyletmesek çadas çıkıdır. ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان. Hani bir yerde ittifak gelgen bir urun bakın. Yallanğıç kişi bir işqa yallanğan bolsa, şu qo'lidagi narsiga qarta hech qanday uningdan bir xatolik yoki bir xastalik bo'lmasa, qo'lidagi narsa chiqilib ketsa, nima bo'lib ketsa, uni to'lamaydi dedi. Masalan, aynak sappas degan bir odam masalan, aynak salatida. Bu aynak salatib, tuyuqsiz qo'ldan shaloqa tushib ketib chiqilib ketdi. Ya sirchi sirlatida bir quti sirg'atchi to'kilib ketdi. Bunday holda ta'addi qilmasa, aniq xatolik qilmasa, to'lamaydi dedi. Ma'ada hamilut ta'ami va tahhan. Faqat tamoq to'shib turadigan odam yoki tugmanchi to'laydi. Fa inna malikan dammanahu ma halaka indahu. Chunki Imom Malik ashuni degina tahhan bilan hamil ta'am demoqchi. Ash qo'ldagi narsaga damin deb qaragan, ashuni tultimiz deb qaragan dedi. İlla an taquma lahu bayinatun ala halakihi min g'ayri sababihi. Faqat lamda mening sababimdan buzukatmid bu da boshqa isbot keltiralsa, ondan sen to'lmaysa deyken. Lekin isbot keltiramasa, bu hamil ta'am bilan tahhanni sal gumonlik qarab, bu qasdlik bor buningda. Mushuning sababidan buzatdi deb tulti ekan. Balki hamda hamil ta'ammo masalan tamoqni ko'tarib ketayotgan odam, "Voy, endi chiqib ketdi bu dablam." Mümkün so'qotishi mumkin. Masalan, bu gumonlik qaralmikan. Tamoq degan bir achida ichib kelib qolgan narsa bo'lgan ekan. Balki yo qo'shqa ichib ketgan bo'lishi mumkin. Tamoqdan boshqa narsani tuymanchiman uni tatishni debdi. Tamoqdan boshqa narsani unda hech qanday o'zining xatoliksiz shunday bir qazo qidirib buzib ketib qolsa, uni to'latmaydi. وأما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم. هنرن كاسبلغا biz uni yasapasla, bunu yasapasla deb material topshirimizga. Mesela haqvadi kiyim tikib pasla, yog'och vadi ishga yasapasla degandek. Ashunda hünərvən kasıblığı topshirilgan, aşı materiallar buzib ketib qoldi deb da'vo qilgan ahvollarda hünərvən kasıblarga tületiş meselesi kelsak, fa inna muxtalafu fi zalik. Faqala Malik ve ibn Abi Leyla ve Abu Yusuf yudammanuna ma halaka indahum. Ularning qo'lida buzib ketgan narsasi to'ltmas. Mesela bir kiyimlik raqni sayponga ba'di mashinchiga. Agarnikin raqni do'konda o'g'irib ketdi desa, to'laysiz deymiz. Ma'lum qarshi. وقال أبو حنيفة إمام أحمد بالله لا يضمن من عمل بغير أجر pulsiz qipray degan ahvolda to'lamaymiz. Walal khas degan biz maxsus o'zimizga ishlab turish uchun yo'llagan adam. Mesela odatda mashinchini biz do'konga kiyim olib bersak, bu ajirul mushtarak bo'ldi, ajir am. Hammadanning kiyimini tikib turdi, lekin u odamni biz zavotimizga ya karxonamizga egilib, o'sha odam o'tirib ishni qilsin, ma'ashurman deb qolsa, bu ajir xos. Bunda ajir xos bo'lib qolsa, bu to'lamaydi. Yoki bakarat kipray degan bo'lsa, to'lamaydi dedi. Demak, Abu Hanifa hozir mush ikki ahvol bo'lmasa ham to'laydi degan gap ekan. Yana shu bilan birlazir. Imom Ahmad shunda. Va yudammanul mushtaraku, mana yudammanul mushtarak degani anu bilan birlashtiradi. Malik ibn Abi Leyla va Abu Yusuf bilan. Shunami? Va men amala bi ajrin. Shaqq ilib ishqpagan bo'lsa, ajr mushtarak bo'lib qolsa, hamma odamning ishini qildigan hünərvən kasb bo'lib qolsa, u chaqda to'laydi debdi. وللشافعي قولان في المشترك. İmam Şafii'den el-ecir müşterek hakkında iki xil qarash var. Yani ecir müşterek dükkanı içip hem adamның kimin tikilgan maşinçi, hem adamның bir narsani hesaplaydigan yog'ochchi. Wal khassu indahu wallazi ya'malu fi manzilil mustajir. Xas deganimiz o'sha odamning uyiga kelib, shu odamning ham ishni qilib turadigan, boshqa odamdan ish olmaydigan hünərvənni deymiz. Wa qila wallazi lam yantasib lin-nas. Ba'zi debdi o kishilarga ish o'zman qilma deb o'zini do'kon ochib ko'rsatmagan odam debdi. Bu mazhabu Malik'in fil khas. Bu İmam Malik'ninki qarshi ekan. Ajrul khas degan nimada. Lekin ajrul khas degan jumhurning qarshida shu biz uyimizga kelib, bizga ham ishlab turadigan, boshqa odamga ishlamaydigan hünərvən deydi.
Ve huve indehu gayru damin. Ecri khas, gayri damin. Bu öykülep işlevk adam, öyde mesela esirni töküvetti, eynekni çeküvetti. Yani bir işini kılıvetip, kolu da cıkması büzük ötüp kalsa tülmeydi o deyip. وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضمن. Doğan ki İmam Malik'nin karışını hulaslasek, bundan da ayrı baktık o. Lekin hulaslab qalsak, şu eciril müşterak, yani sani'al müşterak, hem adamning işini qilgan navan bir narsa buzutib qalsa, pulu topshirilgan materialni buzutib qalsa, to'laydi, to'latimiz degan qarashgan. Ve sevâun amile bi ecrin ev bi gayri ecrin. Bika qıpasın yoki shaqqil qıpasın o'xshash. Yani bazı ko'ngli qiraq odamninkini qilmay qilib berish mumkin. Ve bi tadmin as-sunna'i qala Ali ve Umar radiyallahu anhuma. Bu ikki sahabimi aşında tültimiz deb qarab ekan. Ve in kana qad ikhtulifa an Ali fi zalik. Bazı rivoyatlarda Hazrat Ali'den kelgan mush qarash sal ikki xil kelib qolgan ahvol bo'lsa-mu, lekin Hazrat Ali'dan aşında rivayet bor demakchi. Yani Hazrat Ali'den kelgani tadminus sunna yoki tadminul ujara deb bunda ikki xil rivoyat kelgan bo'lishi mumkin. Lekin tültimiz yengib kelaylik. Unda bo'lgan ekan, bu tültimiz deganini jug'lasak hozir jumhur bilan İmam Şafii ikki so'zdan bir so'zda tültimiz yengibni qildi. Tületmeyimiz diyenler olsa İmam Şafii'nin bir kol. Yani Hanefi mezhepten Züfer mi tületmeyimiz yaptıkken. Demek İmam Şafii'nin bir kol, Hanefi mezhepten Züfer, şundan tületmeyimiz yapıp kalan hemimiz tültümüz yengi. Tültümüz yengilen bazı bir tepkilerler olsun mu? Peki umumen aşırı hemimiz tültümüz yengi mevkat duruptu. Tedmini sünnahın mırıcanan hangi noktalarına etken bu? Çünkü endi halkının şu mal-mülkini qo'llab qilish uchun maslaha deb muqim. La yuslihu an-nasa illa zak. Bunda xumsa bo'lmaydi. Chiqib qolib o'tiriblam, tuzilib ketiblam o'ttasa. Wa umdatu man lam yara ad-damana alayhim. Mana İmam Şafii'nin bir qavlida, Züfer masalan, bular to'lamaydi deb qaraganlar. Buning dalili annahu shabbaha as-sani'a bil muda'i indahu. Ajunavan kasbni qo'liga omonat topshirilgan kishi deb shuni o'xshatibdi. Va sherik, masalan tijoratda sherik tijorat qilgan odamga o'xshatibdi. والوكيل وكيل o'xshatibdi. Va ajiril g'anami qo'y boqishga yollangan kishiga o'xshatibdi. Va man dammanahu fala dalila lahu illa an-nazar ila al-maslahati wa sadd az-zari'a. Mana bu to'laydi deb qaraganlar jumhurninki Hazrat Umar Alining tayangan nimasi aslida uning boshqa dalili yo'q. Faqat xalqning mol-mulkini baka buzib ketadigan yeyolmasin deb yo'lni taqash uchun yani umumning maslahati xalqning mol-mulkini qo'llashdan boshqa nima yo'q. Yani islom shariatining ruhi tayinib bilan qilgan ish demakchi. Kishilarning manfaati shuni taqozo qildi deb belgilagan ish. Shundan boshqa dalil yo'q. Avlar lekin qiyosni dalil qildi. Mavla maslaha va sadd az-zari'a. Qiyos muttafaqun alayh bu tadbirlar muxtalifin fi bo'lgandan keyin qiyos. Shunda. Qiyos hamda oldin o'rin turdi. Masalahul mursala bilan sadd az-zari'dan oldin o'rin turdi. وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع. Pul ammay nıqbasa tölmeydi, pul apqagan bolsulaydı degan ayrıqallarning dalili. Bu pul ammay qıppaga adam shu kishi ko'ynab manfaat etkizadi deb qilgan bo'lgan, bu qo'lda omonatdek hisoblaymiz. Omonat topshirilgan kishi o'xshatmas deb ma'noda jumhurning misga yani İmam Şafii'nin miske ma'qul deb bergandakim qiyosi bo'yicha. Va idza qabadaha bi ajrin fal manfaatu likilayhima. Endi shart bilan o'qib qolsa manfaat ikkili tarafga bo'ldi. Lekin shart olmasa o'sha molning egasiga manfaat yetkazish maqsad qilingan bo'ldi, bu omonat shaklida bo'ldi. Fagullibat manfaatul qabid. Davom ekan al-qabid mishada shu molning egasi deydi. Şu malning egasining manfaati ig'ir bosganlikdan yollangan odam unavan kasb bu omonat saqlab bergandek bo'ldi. Asluhu al-qard wal-ariya 'inda Shafi'i. Buni nimaga qiyos qilamiz desa, xuddi masalan qarz bergan ahvolga, masalan o'zimiz qarz bergandek. Tamam? Fagullibat manfaatul qabid. Endi mush ahvolda shu unavan kasbninki manfaati oldin o'rinda qo'yildi deydi. Ya'ni omonatdek qaraymiz deyildi deydi. Asluhu al-qard wal-ariya 'inda Shafi'i. Yani qarz bergan bo'lsa, masalan
Ecirlen qilganni qarz deb qarasak, qarz deb qarasak, ecirsiz qilganni ariyat desek, ariyatni to'lamdi, to'lamam deganda bu xilofiy masala, Imom Shafiy balki to'lamaydi deyish mumkin. Yani bir mezhep to'laydi o'dan, al-ariya muadda. Undan kim biz o'tgan narsin ecir olgan ahol to'lashni qarzga o'xshatib, ecir olmagan aholda to'lamaydiganligini ariyaga o'xshatib. Laf va nashr o'xshadi unda. وكذلك أيضا من لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة. Yana men huna qilib mana ishlarim olsa men ekranlar deb o'zini unda kishilar o'tirga Minavan kasb şekilde çıkaran kişiler bulup kalsa, onu töltümüz desekmi o sadizariya bulmaydı deydi. Çünkü haklımı cık ukop, onu biz nasıl verip yediğen bulmayan iken, sadizariya deyen gep yok. Sadizariya diyen bu bir katım şunda yokap kettiğin aslında onunkini mi kılır? Keyin bu iş hoşak kılıp onunkini mi uğraptı, maninkini mi uğraptı, ya son yolunu takip eyle diyen gepti. Lakin cık adamın işini kıldığan adam bulmayan iken bu. O sadizariya deyen gep kalkmaydı. والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه وكذلك الطحان yallanğan adam mana onun töletmeyi tok deydi. Lekin şunda adamı şu iki ahvaldılan töltiş münasip yaxşı deb adetdeki mislinden çıketdi bu. Bu bolsa şu ozuq-tuluq, yemek-içmekni kötürüp toşup durishga yallanğan adamni töltmez. وكذلك الطحان تمنشنو وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتعدي ulardan başkalarının çokum aşkıla töleşik sebep bulduğun bir işini kıp kalsa andın töltümeye zıptı. وصاحب الحمام لا يضمن عنده munçinin ilgisi onu mu töletmeyemez. Mesela munçinin ilgisini töletmediği işler munçığı kirip kimin sep koyup mesela yüzünü çirkitip kalsa uğraldı yani. Bunda ahvalda kimin ve hesap koygan yoktur da tülep basla dememiz. Bu anda xuddi bir ecirga o'xshash, ya'ni shu yurilish uchun ashadamning munchini jariga olgandek bular kirib yurolmoqchi. Bu ecir olanda bu ularning shaklida o'qitdilar. Ya'ni kishilarning yun chiqishini kabolat qilib shu xizmatni sundigan bir yallangan odamdek izolabdi. Buni ejir qilmay, bayga o'xshashsa qarab. Ijara bu. وصاحب الحمام لا يضمن عنده. Ne şu munçinin ilgisi bu. Munçin şu kimin sep koysa yok olup gitti. Bir adamın taaddi yok bunun da. Ama bu pulalaman su kaçılap durmanda bizden şöyle meşgul. هذا هو المشهور عنه وقد قيل يضمن. Yani bir acizrak karışta töleydi, töltümüz diyen karış vakin. وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو الشذوذ. Bu özlükünün bunda buzub ketip kaldı. Ben hiç kanda bir hatalık kılmadım deb ispatlısımı tülütmez deptiken. Günahın kasbını zat aşının kullulan buzub ketken bolsa, hatta men buzub etmedim deb ispat keltisimi tüleydi deb turibdi. Bu şuzuz beklam g'alati qarashgan ma'lum. Film oldan hech kim bunda deb boqmabdi. ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم. Menazilin degandan o'zining do'konlari, o'zining do'konlarida qo'lga topshirib olmagan narsa bo'lsa, masalan, uni bunda yasatmasdi, bu narsalar shu bir so'ng uyda masalan, unda ahvolda uni to'lamaydi deydi. Masalan, bir narsani yasatmoqchi bo'lib, lekin do'konga olib topshirib olmadi bu narsa. Lekin u bizning uyimizda. Lekin ashna tutishib, mana narsa yasatmasligim bo'lsa, masalan, yog'och deydi, ishga basmoqchi. Bu yog'ochni do'konga olib topshirib bersak, andin o'tilaydi. Lekin opamiz-ku. Bunda ahvolda bizning qo'limizda nima kelsa, to'lamaydi demoqchi. Bunda ixtilof yo'q keladi. Bu qo'lga topshirib olmagan narsani qanday to'laydi? واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا؟ Yani İmam Malik'in şagirdleri üzere ixtilaflaşıp kaldı. Şu yasmakçı olan materyal rah mesela, kiyim tikmekçi olan rah yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketganligi isbot uğrag'anligi emas, isbot bor. Demak bu hech qanday bir taaddi qilmadi. Ama o saqata daman anhum u unan kasbni to'lamaydiganligi isbotlandimi? Hal tajibu lahum ujratu am la? Bu kiyimni men asas tikib bo'lgandan, tikib bo'lgan chog'da o'g'rabdim. O'g'ri chirib, inqiloblik ma'lum bo'libdi, o'g'rining
shunda o'g'ilg'anligimi saqchilar shuni isbotlabdi. Ya'ni endi bu qilmoqchi bo'lgan ishni qildi shunami? Kim tikib bo'lgan? Shaqqini olamdi, ammamda. Ketdi. Lekin endi u mana shu qilgan ishni qildim, hech qanday gunoh yo'q debdi. Bu muhim masala ekan. إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها. طلق تكبلته ياكي يرمن تكبلته. من ده هالدا أورال ده بيشوغم بوسا شرطنا برندو بامندو ديجن مثلا. فقال ابن القاسم لا أجرة لهم. شق باميدو. وقال ابن المواز لهم الأجرة. ولا شق برمزت. وابن المواز مو إمام مالك نور شاكت. ابن الماجشون وبشقة. أش إمام مالك شاكت لتن شاكته. Mavvaziye degan kitobi bor. 269-yilda vafot bo'lgan. ووجه ما قال ابن الموازي أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلا. Hem bir arada bir musibet oldu şimdi ama bu musibet hazır aşmalının ilgisi geldi. Davanıken bu münavven kasıtının kıyğa işi bakar etmesi gerek. Bu musibet ziyanlı şu mana isi tatdı. Şu kimning egisi, kimni uğragan ekan, o'zi ziyan tarqan bo'ldi. Uning ziynini bo'limi to'lishib bermaydi demoqchi. Nima kasb to'lishib bermaydi. ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل. ابن القاسمning asoslanigini bu shaq degan shu ishning qarshiligida to'laydigan narsa edi. فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير. Şunu bu xuddi yunavan kasb o'zi so'li qilib yo'qib o'tganga o'xshamas, ya'ni bu shaqqa olinmaydi demoqchi. Va qawl ibn al-Mawwazi aqyas. Ya'ni bu qiyosda deb udilkildi ibn al-Mawwazi. Va qawl ibn al-Qasim aktharu nazaran ila al-maslahati. Ibn al-Qasimning unda ikki tarafning manfaatini bakra ko'zlaganlik tarafi bor. Li'annahu ra'a an yashtariku fil musiba. Chunki u musibat kelgandan ikki taraf tang ta'ssun bireylengilam erkek qammusun deb qaraganda. Lekin Ibn Muvozdan shu bakra gunosi bo'lish kerak. O'shadiki mustajir kimning egisi, rahmning egisi. Shu gunohdan kasbni yolg'an odam. Va min hada al-bab ikhtilafun fi daman sahib as-safina. Kim ichini tultish masalasi deydi. Kimiga alaydi bir qaraydigan, boshqa qatnash qurollari qaraganda va kimini ayirmoqlik ekan. Faqala Malik la daman alayhi. U tulmaydi debdi. Va qala Abu Hanifa alayhi ad-daman illa min al-mawj. U tulaydi debdi. Faqat lan dolqon yoki qattiq ashunda tsunamida gunoh kelsa, u chog'da tulmaydi debdi. Yani bu hozir Abu Hanifa'ning qarashi jumhurning qarashi. Yani jumhur shu kiyimiga chiqqan yo'lovchini bular kiraldiganda xuddi kiyimchini yollagan ekan. Pulirib bizni planiyaga olib qo'ygan, yoki daryoda o'tkazib qo'ygan degandek bo'lgan ekan. Shu kiyimda bir ish bo'lib, ba'zi narsalar suv uchib ketdi, inson zaxmlangan bunda ahvolda kiyim to'laydi deb qarabdi. Jumhur. İmam Malik to'laydi debdi. وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق تكمل ذكر أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته. İmam Malik'nin esxadis boyunca ünavan kasıtla aşulan özünün kululan boğan ziyanını tültümüz depti. Mesela küydürüp kaldı, ya yasavatkan narsını çekip kaldı, ya kesip kaldı. Bu işler özünün dükünüde bulup kalsa, üna kıldığın dükünüde bulup kalsa tültümüz depti. Harqını çekmeliken, harqını çekme münasipliken, teşvikken. Ve in kana sahibuhu qa'idan ma'ahu. Aşınasının ki ilgisi aşınan kasbilen şunun dükünde ottağın bozumu, teşvik karab ottağın bozumu yani tüleydir demek. İlla fîmâ kâne fîhî tegrirun minel a'mal. Fakat lan aşında kılalışı kılanmaslığı tez namalın boğan, na jınıçki ters bir iş olup kalsa bu çağda tülemeydi demek. Mesela takbil cevher. Mesela bir macan ya taşını tiş meselesi. Mesela tişmende tişeti çekacak şunu kıtış mümkün. Bu çok önemli değil mi? Da tutturman diyemiyor. Ve nakşil fusus. Yüzük takılan közlerimi bir nakş uyman da noktalıklan kösüsünü kıtış mümkün. Ve takvim suyuf. Şemşerlimi Ruslayman noktalıkla kösüsünü kıtış mümkün. İgilip etken şemşerlimi. Ve ihtiraqil khubz indal farran.
Navoiyning qo'lida non ko'p ketish ahvollari. Nondan ba'zan ko'p ketib qolgan ahvol bo'ldi. Chaqnib bo'lmaydi dedi. والطبيب يموت العليل من معالجته bemor doktorning qo'lida davolani tutlam pakada o'lib ketib qoldi. Endi bu doktormi esa yurak kasali yoki boshqa kasallikning cho'qim buni davoni demaydi. Bu davolab pakada lekin ajr kelib qolsa o'lib ketgan narsa. Davolkin bu bir xil noma'lumlik. Demak, mushunda jinishga oxirati qanday bo'lishi aniq bo'lmagan masalalarda to'latmaymiz. Undan boshqa odatda normal ishlarda o'zining dukunida ishlab o'tib sundirib chaqayotgan, ko'ydirayotgan ishlab qolsa, shu materialning iyisini qaylab o'tgan bo'lsa, yana to'laverdi deydi. Va kadalika al-baytaru ila an yu'lama annahu ta'adda fayadmanu hina idin. Mal doktormo to'lamaydi dedi. Lekin ta'addi qilib, yuqori qismlarda o'zim kasbning o'ynalarning sabablarini bo'shatgan. Bu doktor qismasdan bilib qo'yib. Yo'q, bu sababliklarga, ta'addiga to'laydi. Lekin ta'addi qilmagan ahvolda to'lamaydi deydi. Hozir mal doktormi, inson doktorga o'xshashlar, bu to'lamaydi ekan. Illa an yu'lama annahu ta'adda fayadmanu hina idan. Ta'addi qilsa, bu chaqda undan to'laydi. Mesela operatsiya qilib, qochini qo'sib unutib qoldi. Yoki yerni kesyapti. Endi qanday xatolik deb buni shu kasb ahli zodi xato bu deb muayyanlashtiradigan narsa bo'lib qolsa. Va amma at-tabibu va ma ashbahahu idha akhta'a fi fi'li. Endi bu doktorga salayt bor doktorga. Yoki shunga o'xshash sestra masalan, va ma ashbahu degan sestra masalan, akasadan. Yoki xatni qildiganlar. Idha akhta'a fi fi'li. Bu xatolashib qoldi. Bu bir xatolik, qasdlik yo'q bunda. Va kana min ahli al-ma'rifati. Ya'ni shu binoning ahli ekan, biladigan odam ekan, kasb ahli ekan. Yani doktor ekan. Yolg'ondim men doktorlik qilaman deb bilan qilgan odam emas ekan. Fala shay alayhi fi an-nafs. Agar buning qo'lida xatolik bo'lib bir odam o'lib ketib qolgan bo'lsa, qisas kelmaydi. Fi an-nafs degani qisas kelmaydi. La shay alayhi fi an-nafs, ya'ni la qisas alayhi. Lekin endi qisas tushib ketgan bilan bu bir xatolik qildi. Qatl xatodan qisas bo'lmaydi. Qisas tushib ketgan bilan diyat to'lanba. Va diyatu alal-aqila. Qisas tushib ketdi, lekin diyatul xatoni to'lish kerak. Endi diyani kim to'laydi bo'lsa, diyatu alal-aqilati fima fawqa thuluth. Masalan bir diyani 100 ga desak, ya'ni 1000 pullar desak, shu to'lamazdir. İnsanın bir a'zosini kadın chiqarib o'tish masalasimi yoki bir odamning o'lim vaqasida chiqqan ahvolmi, shuni qaraymiz. Agar butun bir insonning diyetininki 3dan 1dan ortiq narsani to'lash kelib qolsa, masalan, bir ko'zini kadın chiqarib qoldi. Bu chog'da yerim diyet keldi. Shunama bu ahvolda faqat fulus bo'ldi mana. 3dan 1dan ortiq yerim bo'ldi. Bu chog'da buni aqilasi to'laydi. Aqilasi degan shu burunqi Arablarning tuzumida shu kishininki jamoatlari, shu qabila, ashirat aqilat deb ataladi. Va ajamninki aqilasi yo'q deymiz. Arablarda bor tuzum. Masalan, shu qabiladan bir odam mashinada ketib turiblar, xatolik qilibmi? Xato urutib o'tirib qoldi. O'tirayotgan ahvolda bu xatolik bo'lgan ekan, buni yengillatish uchun butun qabila 100 ko'rdim tuzg'ib, vaqti buning diyetini to'laydi. Shu qabildan boshqa bir aylanma shunda bo'lishib qoldi, bu 100 ko'y bir odam. Ashunda taavun qildim, yengillatish uchun. Chunki xato degan yengillatishni keltirib chiqargan narsa. Bu dabdan 3dan 1dan ortiq bo'lgan ahvolda al-aqila to'laydi buni. Nima uchun aqila deb atalgan? Chunki bu aqila degan ashunda to'lash ishlarda tugin aydab akilar ziyonni bu uchirishning o'yini tasirib shu yerda bog'lab turibdi. Al-aqila degan kishi. Ajamda aql yo'q desa, chunki ajamda u qabila asosida tanasur qilish yo'q. Masalan, sizning qaysi qabilaga tava? asli bilan oldi. Unda aql deydigan bor. Lekin ulamolar ajamda aqli yo'q deb qaraydi. Uni qanday qilindi aqli? U odam yolg'iz uni ko'tarib qo'yolmaydi. Shuni shu u deyishdan urib qollar birdan. Hatta shu nima mesela xatolash qoidani o'zining men o'ylab qolsam, uni o'zi bilmaydi, aqli bilmaydi. Shu diyetli xatolar aqli degan shu. Hozir sizning gapingizda yordam berish qilishda aytma, ya'ni o'zi bilmaydi, to'lab qo'ygan boshqa to'lish qiladi. Lekin yo'q, aqli to'laydi. Aqli dedi.
Bu üzerine şöyle de biraz bir eğitildi. Böyle İngiliz şartın şu akıl tülüdü. Cemaatiga var. Hem de şu üzerine bir kişilik kelgen nima tülemandu u birga. Onu xilaf emaslar. Mesela üzgöden kelgen o şöyle üzgö yeniden çıkaramdı. Ya bu üzgö çıkarma başka çıkaramdı. Çok mu üzgö bildi o. Tamam. Bo'lmasa hatalı bilan soqal nima başka tülep bo'lganlar hayratdan gap. Hem de şu akılaga qartamda bizning urug'liqdan jamoat, yaqin urug'liqdan jamoatimiz 20-30 kishi bo'ldimiz. Shuni avdab yig'ib qilish mumkin. Shuni qilmasam da boshqa chora yo'q. Ishlar uyushmasi, shu idoradagilar, biz nazorat ishlaydiganlar degandek, shuni avdab endi bir odatlansa bular. Chunki u cho'qim ma'nolar qildi boshqalar hech qanday xatolik bu yerda o'tiribmiz deb kafolat qilolmagan ekan. Cho'qim u ba'zi o'tiribsan. Bu ma'lum o'tiribsan. Ya shofirlar uyushmasi bo'lib qolsa masalan. Shofirlar uyushmasi tuzilgan. Ana beshikasini ma'lum tuzilgan. Buni beshikasini ma'lum tuzilgan. Desa bu aqla tuzum bo'ldi. Chunki bu pul jiq pul. Bir diyetning tulimi jiq pul. 100 tuga yoki 1000 pullar. Ya'ni 4 kilo çarak altın menge. Mantullar. Ta'min o'qishda a'zo bo'lsa ta'min to'laydi. Masalan, biraydan xato qilsa pul to'laydilar. Shuni o'zi to'laydi. Shuni uning qarta bir narsa to'lash kepi bor. Mutlaqo to'g'ri bilan 4 kilo çarak altın 1,5 million. 100 tüge hesabı yapalım. Bir tügün 10 bin köy biramda. 10 bin köy biram. 10 bin köy ne tartın cüzünü yapıyor. Yani şimdi cüzünü buldu ki. Ve fi malihi fima duna thuluth mana. 3'ten 1'den tuvan bo'lsa üzdülaydi. 3'ten 1'den chiqib olsam bu yengillatish kerak bo'lgan ekan, boshqa to'lab qo'ydik. Fi malihi Bizning endin 1 demiş. Addiya fi malil jani demiş. Mesela davlatda cihetini qancha chiqadi, yüzlükdə adamlar aylanlarını tutunub. Yazır 180 bin koymuş Mısır. So'dirsan 180 million tek nasib. Bu burunqi vaqtda tugli azarroq vaqtda kim uzunlik almashtirmagan baho. Mesela 10 yil ilgari, 20 yil ilgari bekitgan bo'lish. Ve illam yakun min ahli al-ma'rifati, az doktorluq o'qimagan odam, saxta doktor bo'lib ishlagan bo'lsa, fa alayhi ad-darbu was-sijn wad-diya. Tayoq bilan silab, turmush ulab, tultimas. Yani bu ta'zir qilamiz demakchi. Ham diyan to'laydi. Qila fi malihi, bu diyanni o'zi to'laydi degan qarash bor ekan, va qila alal aqila, urug' tuqqanlari qabilasi to'laydi degan bor. Diyatdan qisas kelmaydi onda? Yo'q, hali qisas kimga olma. Bu xatolikni o'zi, qasdlik yo'q. Qasdlik bo'lsa qisas qildi. Al-faslu ath-thalithu fi ma'rifati hukm al-ikhtilaf. Hamda ikki taraf ijaraga oluvchi bilan yollanuvchi ikki taraf talashlar chiqib qolgan ahvolda qanday hukm qilish masalasi. وهو النظر في الاختلاف وفي هذا الباب أيضا مسائل فمنها أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة اشترب من دا يناقب تشكا من دا اشق برشكا تشكا عندك اختلاف شقاسا رب المصنوع ديانا شو رحنا يجيسي مثلا صانع مشاهدة مثلا ماشينتي من بنوندا شم تكباس ديان تانسو وكسفن تكباس فقال أبو حنيفة القول قول رب المصنوع راح إجسنن جبيساب شم تكباس ديان تندسا شنو جبيساب قلدو ناوندن كسفن تكباس ديان وتوليدو تمام وقال مالك وابن أبي ليلى إمام أحمد مشهودا بالله القول قول الصانع ياق من أن كاسنو سوزيساب دبتو سبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه ومن المدعى عليه hazır mudda'i bilan mudda'i alayni bekitishga gap mavzu. Kim kimning ustidan da'vo qilyapti deganni bekitishda va minha nimani atlab ketdi. Va minha idza da'a as-sunna'u radda mastusni'u fihi. Man yasabpaslarda topshirilgan narsani men yasab topshirib berib bo'lgandim, olib ketgan buni desa, albatta u materialni esa olib ketmadim deb turadi. Tamam? Mushunda ahvolda qanday bir taraf qilamiz? Wa ankara zalika ad-dafi'. Fal qawlu 'inda Malik qawlu ad-dafi'. O'chada olib ketmadim degan shu mal egasininki gapi hisob tutdi. Imom Ahmad mo Imom Malik bilan billah. Wa 'ala as-sunna'i al-bayyinatu. Endi binoan kasb isbot nima qilish kerak? Topshirib olgan imzo qilib olib ketgan bo'lsa, imzosi mana topshirib olib ketgan.
deb isbotni qilsa, bu chog'da shunga hisoblanadi. Li'annahum kanu dominina lima fi aydihim. Chunki ular qo'ldagi narsani zodi yutira sulayt, tushunami? Lavonikan topshirib bergandan keyin qo'lda isbot bilan bo'lish kerak. وقال ابن الماجشون القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة. Yani hüccetsiz talınsızlam tapşuğan ahvalda bu çağda vidaven kasıtının sözü hesap. Yani hüccetlik demekten bolsa kanımızın kullarındaki imza ya ki talon. Eğer hüccetsiz olup kalsa vidaven kasıtının sözü hesap. Ve in kana dafa ileyhim bi beyinetin dedi. Hüccetlilen tapşırıp vergen bolsa fala yebrauna illa bi beyine. Demek bunun kolunun eliş, kolu kaytırıp duruş hüccetlik bulgan bolsa hüccet ekleş gerek. Eğer hüccetsiz bunda berip elip kıygan bolsa bu çağda önemli kasıtının sözü hesap tuttu. Ve idha ihtalafas sani'u ve rabbul mata'i önemli kasıtlan materyalının ilgisi ıhtılatlaşıp kaldı. Ne derse fi def'al ücra şartını vermegen. Ama aldın bir vetkentten mesela tüygen bir kettim o ziyakma ammadın ki iş bitkendi bir dağım boğanla deb ixtiloflashib qoldi. Fal mashhur fil madhhabi anna al qawla qawl as-sani'i. Yani kasbın gibi hesapken ma yaminihi degan o sözünü hesap qilamiz degan qasam ishi davob bildi. Bu qasam hozir nimadan iborat? Texmo puxtlashishdan qilamiz. In qama bi hadathan zalik. Bu tag'yinidan bo'lgan ish deb bir isbotni qilalsa, dunyoning kasbning so'zi hisoblaydi. وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع. Eğer vaqt uzarak ketib qolsa, bu chaqda materialninki egisining so'zi hesab. Mesela arliq va uzun bo'lib ketdi. Mesela mashinchiga ba'zida bir mashina to'g'a bir raqni berib qo'ysa, 6 oy, 7 oy do'konni saqlab bundan eytqa ulgutib tikib aytdi yoki ishkabda o'tkazib tikib qo'yishlar bor. Bak uzarak ketib qolsa, bu chaqda ashraqning egisininki so'zi hesab. Lekin taqtunigan uyushgandan gapilib qolsa, bu chaqda o'ynagan qasam qilib turib so'zni hisob qildi. Va kadalika idha ikhtalafa al-mukri wal-muktari. Ikkala ixtiloflashib qoldi. Kiraga keladigan masalan shu mashinani ijaraga, masalan mashinani ijaraga olib qo'ygan chaqda u shahardan bu shaharga olib qo'ymizga, shu chaqda masalan mashina o'tgan chaqda nimani bilet pulni bir tanlar deb pulni yo'qmiz. Keyin aşağıya apırıp taşladığın çadımı kiralarsa avtobus çıkanca bir pulduk desa yani alınan da durur. Mesela bunu nima endi talashtirishadi. Kimning so'zi hisob degan. Va qila balul qawlu qawlus sani'i va qawlul mukri va intala. Ma ajra qarashda vaqt uzrak kesimi Ünvan kasıtının sözü hesap bir narsa hesap qiladigan masalada yana kira masalasida shu qatnash vasitasining egisining so'zi hesap debdi. Shopirning deylar. Va huwa al-asl. Mana asl qoida shu demoqchi. Wa idha ikhtalafa al-mukri wal-muqtari aw al-ajir wal-mustajir fi muddat az-zaman alladhi waqa'a fihi istifa' al-manfa'a. Idha ittafaqa ala anna al-manfa'ata lam tustawfa fi jami' az-zaman al-madrub fi dhalik. Endi ikki taraf bu hamda kira masalasidan bu, yollab ishlatish masalasidan bu. Masalan, mashinada yo uloqda kirani qo'shib qo'yish masalasidan bu, yollab ishlatish masalasidan ikki taraf ixtiloflashib qoldi. Nima desa, foydalanish bo'lgan muddat qanchalik deganda masalan, bir oy ishlatdim yoki 10 kun ishlab berdim degandek. إذا اتفق على أن المنفعة لم تستوفى في جميع الزمان المضروب في ذلك. Mesela uyunu icariga algan kişi, ben bu uyda 10 kunla o'tdim debdi. Uyning egasi yo'q, bir oy o'tdim debdi. Bunda ixtiloflashib qoldi. Narsani ijaraga bergan kishi masalan qatnash qurolni mashinani bir oy ishlatgan bo'lsa, yo'q, 10 kunlab ishlatdim deb ixtiloflashib qoldi. Fal mashhur fil madhhab anna al-qawla qawlul muktari. İmam Malikning mazhabiga mashhur qarashda bu masalada ijaraga olg'uchininki sözü hesap dedi. Li'annahu al-gharim. Çünkü o pul to'laydigan odam shu dedi. Al-gharim degan pulga qarz olib qo'yadi. Ama wal usul ala anna al-qawla qawlul gharim. Yani asli qoida bo'yicha shu pul to'lab ketadigan odamningki so'zi hesap bo'libdi. Wa qala ibn al-Majishun al-qawlu qawlul muktara lahu. Ibn al-Majishun debdi, al-qawlu qawlul muktara lahu. Sizniki qanday? Al-mukra lahu bo'lish kerak aslida. Ta'rifi hozir qanday qo'ydim.
Qavlul muktari deydi. Malahu nazir. Atılha. Muktari desek buna mustajirla o'xshash bo'ldi. إذا كانت العين المستفاة منها المنافع في قبضهما مثل الدار وما أشبه ذلك. Bu ijaraga berilgan narsa, foydalangan narsa uy va shunga o'xshash narsa bo'lib qolsa, ijara oluvchininki so'zi hisob deydi. Va amma ma lam yakun fi qabdihi mithl al-ajir. Qo'liga olgan chaqda u yollangan kishidek hisoblanmaydigan narsa bo'lib qolsa, fal qawlu qawlul ajir. Mesela uy binasini bu qawlu mustajir debdi. Ha? Uyga o'xshash narsalar. Ve amma ma lam yakun fi qabdihi mithl al-ajir. Mesela uyni qo'lga topshirib oladigan narsa. Buni ijaraga olgan bo'lsa, qawlu mustajir shu hisob. Hamda ve amma ma lam yakun fi qabdihi mithl al-ajir. Lekin qo'lga topshirib olishda yollangan kishidek, ishlab turgan kishidek unda topshirib olgan narsa emas edi. Yani hazır müşahede ve ma lam yakun fi qabdihi. Mesela onu qo'lga topshirib olgan narsa emas, lekin bir yollangan odamdek bir ish bo'lib qolsa, fal qawlu qawlul ajir. Yollangan odamning shunga gapi hisob deydi. İşlemchi ekan bu, ishlamchining gapi hisob. Uy ijara ilishda ijaraga olishning hisob. Va min masail mazhab al-mashhura. Demak bu hozir yuqorqi masalaning hammasi Maliki mazhabning ishidagi tafsili talash topdi. Baş jumhurning qarashini kelmadi hozir. ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكارين في الدواب وفي الرواحل. مالكي مذهبتما مشهور tartışılan meselenin birisi ijaraga berib ijaraga oluvchilarning o'ttirdiki ixtilof. Masalan shu qatnash qurollarini, tuga, mashina degandek, uloqlar ijaraga berib ijaraga oluvchilarning o'ttirdiki ixtilof dedi. وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر مسافة أو نوعها. كذا نوتبك خلاص تاتش مشون خالي أماس يا ما أرلق أماس ما أرلق باجان إجارة. ده خلاص تاتش ممكن يا كي تري مثلا بو قدر المسافة ديان 500 كيلومتر بعمدن 500 كيلومتر يقول باجان تمدت مثلا. نوع ديان تجمس أط باجان تمدين ده. أبتزمس كش ماشين باجان تمدين ده. أو قدر الكراء أو نوعه. الكراء يعني الأجرة demek. شو إيجار حقه مقدار قانچلekte $100 متى $50 متى. يكون ترى ريال متى ين متى يعني. فإن كان اختلافهما في نوع المسافة قدر المسافة أو نوعها يعني نوع المسافة. مسافة مثلا أسفلت يول متى شغل يول متى كتان يول متى يعني مثلا. أو في نوع الكراء ياكي puli qanday pulda kira puli dollar mutda yoki yen mutda degandek. Bunda ixtilof chiqib qolsa fattahaluhu va tafasuhu ka ixtilaf al-mutabayyin fi naw' al-thaman. Mesela ikkilan so'zlashib, buning pulini biz dollarga tegishgan yo yeniga tegishgan deb talashlar chiqib qolsa, shu yerdan ikkisi qasam ichishdi. Qasam ichib, qasam ichalgining so'zi hisob bo'ldi. Ikkili taraf qasam ichib qolsa, ular so'zni buzib tutdi. Şunun o'xshashlar mishadimi at-tahalluf va at-tafasuh usulni qo'llanamiz. Qala Ibn al-Qasim inaqada aw lam yanaqid. Inaqada aw lam yanaqid degan nima bo'ldi? Intaqada aw lam yantaqid ular. Intaqada. Ha, to'g'rilaydimi? Intaqada va kan yushbihu ma qala va in lam yantaqid. Intaqada aw lam yantaqid desak, belki shu intaqada degan naq pulni bergan bo'lsa, avlama yantaqid degan pulni taq bermagan bo'lsa. Yani pulni hozir berdi, bermadi. Qanday bo'lsin qat'i nazar, shunda bir taraf qilib deydi. Va qala g'ayruhu al-qawlu qawlu rabbud dabbati idan taqada va kana yushbihu ma qala. Boshqalar debdi, ash uloqning egisining so'zi hisob pul to'lgan bo'lsa, bu ehtimol qoldi. Intaqada yoki inaqada. Inqa'adahu meniki tumaraq. Inaqada degan balkimda to'xtamlashib bo'lgan bo'lsin. To'xtamlashib bo'ldi. Keyin unda ixtiloflashibdi. Ya, to'xtamlashdan burunlar ixtilof chiqib qoldi. Bir nusxada intaqada debdi. Intaqada ma'lumda pul naq bergan bo'lsin, taqin naq bermagan bo'lsin, bunda bitishgan deb turgan ahvolda at-tahalluf va at-tafasuh bilan bir taraf qilib o'tamiz. Va qala ghayru al-qawlu qawlu rabbid dabbati idan aqada, ya'ni idan taqada. Pulni unda berib bo'lgan bo'lsa-mu, mal egisininki gap hisob. Va kana yushbihu ma qal. Yushbihu ma qal degan manda ahvolning jarayoni, gap so'zlarning urami
yak shu jutdagi urf-odat, xalqning qilayotgan muomalamizga mushu udurtilgan bo'lsa. Masalan, bizning jutni pitishib buni juttirib, biraydan qo'yib pishgan desa, biraydan dollar pishgan desa, bu dollarga la yushbihu ma qal yani u vaziyat uning degan gapiga udurlanmaydi. Ham Saudiya Arabistondan turib riyal deyishgan desa yushbihu ma qal. Çünkü Saudiya Arabistan'da kiranın riyalı deyişti. Ve in kana ihtilafuma fi qadr al-masafa. Yok bunu 500 kilometre yol tutuşkan ya. Falan şadım tutan şarkıçılam deyişken deb qalsa fa in kana qabla ar-rukub aw ba'da rukubin yasir. Tekrar maşında o'ttamapti. Yak asg'ina bekatdan shundan ham chiqibdi masalan. Bunda ahvolda ixtilof tushib qopti. Yo'q meni Urumchiga olib qo'ymoqchi bo'lgan, Urumchi deb chiqdik mashinalar. Abrelan qo'yib, yo'q, kuchaga olib qo'ymoqchi bo'lgan. Deb sharlam taxa qo'zg'almaylam ixtilof tushib qopti. Fattahalufu va tafasuq. Amma o'zing yo'lga ketdi. Taxa jiqli ish bo'lmadi-ku? Va in kana ba'da rukubin katir, yerim yo'lga 100 kilometr yo'l ma'lum bo'lgan chog'da bunda talashlar qilsa, va bulug'ul masafati allati yad'iha rabbud dabba. Ham yerda ikki masofa bor. Rabbud dabba da'vo qilgan masofa bu masalan kuchaga olib qo'yish kuchgan deydi. Endi yo'lovchi da'vo qildig'ini Urumchiga deyishgan deydi. Demak, shu shopur yoki mashinaning egasi da'vo qilgan yoki yetib bo'lgandan keyin, kuchaga olib bo'lgandan keyin desak, bu chog'da talashlar chiqib qolsa, fal qawlu qawlu rabbud dabbati fil masafati in intaqada va kan yushbihu ma qal. Mana in intaqada deb keldi. Pulni naq berib bo'lgan bo'lsa, biletni kesib bo'lib chiqgan, pul berib bo'lgan. Bu chog'da shu shopurning gapi hisob deydi. Va kana yushbihu ma qal deganmi? Shu jutda shu pul bilan muomala qilgan. Shunchalik bahada shu arliq bileti shunchalik bahada kesilgan bo'lsa deydi. Masalan, masalan 100 ga olgan bo'lsa, Urumchiga 200 ga olgan bo'lsa, yushbihu ma qala degan bu odamning kesgan bileti 100 ga bo'lib ekan. Lakin kuchaga kessin deymiz. Hamda 200 ga turgan bo'lsa bu chog'da la yushbihu ma qal. Va illam yantaqid pulni naqbamabdi bilan kesmatgan burun kim bermoqchi bo'lib va ashbaha qawluga shu 200 ga deyishgan deb ekanmiz. 200 ga deyishgan deganka buning ashbaha qawluhu muddao masalan Urumchiga deb chiqqan mashinaga desa 200 ga Urumchiga munosib. Shunami? U chog'da qanday qildi tahalafa qasam ichdi. Albatta biraydan qasam ichib biraylar ichamsa, qasam ichganning hisob. Ikkilaydan qasam qilib yuribdi. Ching turib. Bu chog'da qanday qildi? Va yufsahul kira'u ala a'zamil masafatayn. Bu chog'da buni chuvitib eng jiroq orliqning kirasini to'laydi. Ya'ni 200 ga to'laydi. Fama ju'ila minhu lil masafati allati da'aha rabbud dabba u'tiyahu. Shu shopur nashbul deb da'vo qilgan bo'lsa, u chog'da shuni beramiz. Va kadalika in intaqada va lam yushbih qawluhu. Pulni berib bulab, baytin pulni bermagan bo'lsa degan gap, Ma pulni berib qo'ygan bo'lsa-mu, yana u amaliyotga uyg'un kelmaydigan gapni qilgan bo'lsa-mu, yana shunda bitirib qilamiz. Ya'ni shopurning gapi hisob bo'lib ketadi demak. Va in ixtalafa fi thaman. Ya manchpulga deyishgan deb talash tasib qolsa, wattafaqa ala al-masafa. Shu Urumchiga verish debdi. Ikkili taraf. Lekin 100 ko'yga deyishganmi, 150 ko'yga deb talash tasib qolsa, fal qawlu qawlul muktari naqada aw lam yanqud. Mana pulni naq berib bo'lgan bo'lsin yoki keyin bergan bo'lsin, shu yo'lovchining gapi hisob. Li'annahu mudda'a alayhi. Chunki u uning ustidan da'vo qilingan javobgar deydi. Va in ixtalafa fil amrayn jami'an. Ikkili ishda talash tasib qopti. Fil masafa, birisi Urumchiga debdi, birisi kuchaga debdi. Va saman, birisi 100 ga debdi, birisi 200 ga debdi. Ikkili masalada ixtiloflashib qolsa, netla ayyaqula rabbud dabba bi Qurtuba, bu hamda Ibn Rushd Andaluslik bo'lgan ekan. Andalusda Qurtuba, Ishbiliya, ashunda shaharning bor. Bizning Urumchi, Qashqa ko'rlar deymiz. Masalan, shopur Qurtubaga debdi. Qurtubadagi shopur shayatunda iktaraytu minka ila qarmunata bidinarayni, men seni qarmunaga olib qo'yishga 2 tillar tutishdim debdi. Yo'lovchi va yaqul muktari bal bidinarin ila Ishbiliya. Yo'q, bir tilla bilan bir dinar bilan Ishbiliyaga olib qo'yishim tutishgan debdi.
فإن كان أيضا قبل الركوب أو بعد ركوب لا ضرر عليهما في الرجوع تحالفا وتفاسقا. تخا إشخاص جنتات ما يلام بزوجتهم بولاب قاسق عند أهلدا قسم إشكلام بزوج قسم إسا بريلان قسم إسا تمام شنو إسا لكن إشكاليلان قسم إشكال أهلدا بسودنا بزوجتمز هيش بمغان دكلا أزغن تخا منغال يعني فقط لا مغان أهلدا بزوجتمز. وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة منا uzun yol bo'lgan ahvolda yoki shunda kuchadigan bo'sh kuchaga opirib qo'ydim mana bizni shay kutishgan deydigan yerga opirib qo'ygan ahvolda fa in kana lam yanqudul muktari shay'an pulni taqibamagan bo'lsa kana al-qawl qawl rabbud dabbati fil masafa bu qaysi shayga opirish kutishgan degan masalada shu shofirning gapi hisob wal qawl qawlul muktari fi thaman andın neçpul kutuşken meselesinde yolcu'nun hesaptaydı. Ve yagramu minettemeni ma yecbilahu min kurtubata ila karmuna. Şoför diyen arılıktan pulusunu tölaydı deydi. Şu deyişken arılıkka 1 dinar pul tölaydı. Ala annahu law kana al-kira'u bihi ila işbiliye nimge asasen aşında kurtubudun karmuna arılık kılan pul tölaydı olsa bir yerde kira işbiliyeye kadar boğan te diyen asasda şunda tölaydı. وذلك أنه أشبه قول المكتري نمشون ise bu yolcu'nun sözü müşemeli vaziyet bulavat kan kira ahvallarga ait maskagellikten ve illem yushbih ma qala gepe emlet uygun kemmese baza ahvalı udul kemmese ve eşbeha rabbud dabba o çağda şu şoförünün sözü emlet uygun kep qalsa garuma dinarayn 2 tilla tolaydı. وإن كان المكتري نقد الثمن الذي يدعي أنه للمسافة الكبرى مثلا yolcu ama uzrak mesafeye değişken değil elbette şuna ama bu pulunu tulap bulaptıken bilet kis bulaptıken ve eşbeha kavlu rabbud dabba ve eşbeha kavlu rabbud dabba diyene lakin bu da ahvalda şoförünün sözü emniyet kısa uygulak kepti çünkü ürüncüge iş güzgü aldı ki Yüzköy, ba'dan nima qildi? Yo'q, Urumchiga boribdimi? Yüzköy nima qilgandi? debdi. Amaliyotda Urumchiga Yüzköy. Bundan ekan, bu ashbah qavli Rabbud dabba. Bu Rabbud dabba yo'q, men Aqsu qadar opirib qo'shdi deyishgan. Debdi. Buning amaliyot qilsa Yüzköy shu Aqsuga loyiq bo'ldi. Kana al-qawlu qawli Rabbud dabba fil masafa. Bundan ekan, shu masafada Aqsu qadar degan gapda şoförünün gibi hesap. Ve yebqa lahu zalika thamanu alladhi qabadahu. Ağam bunu qaytırmaydı, tamam. La yerca aleyhi bi şey'in minhu. Bunu qaytırpamaydı. İz huve mudda'a aleyhi fi ba'dihi. Çünkü yolcu'ya hazır onun üstünde dava qilgandek. Yani bir kısmını qaytırıp berişin kerak deb dava qilayotgandek. Ve huve yaqul bal huve li yo'q, mushuni hammasi mening deb turib oldi bu. Bal huve li ve ziyada. Yani bundan başka nazarek tuluşun gerek de tuğatı da. Fayuqbalu qawluhu fihi li'annahu qabadahu. Çünkü kuluğa ap bo'lgan ekan, şunun gepi ras deb, şunun sözünü hesap qilamiz. Ve la yuqbalu qawluhu fi ziyada. Onun da artıq tabqiga ahvolda qabul qilmaymiz. Ve yasqutu anhu ma lam yaqrab bihi min al-masafati. Ve yasqutu anhu degan, unda bo'lsa, masalan, şu masafega yaqin bo'lmagan, yani boshqacharoq bir sha'ning gapini qilgan bo'lsa, u yerga opirib qo'ymaydi dedi. Opirib qo'yash gadindan chiqib ketadi. Ashbah ma qala ulam yushbih. Yani onun degan gapi shu amaliyot uygun kelsin kelmasin, boshqa yerga opirib qo'ymaydi. Shu Aqsuga opirib qo'ydi. Aqsuda o'tamasin, ya ko'rliga bir yerga opirib qo'ymaydi dedi. İlla annahu idza lam yushbih, lekin gap so'zi amaliyotga vaziyatga ahvollarga ulkanmadan bo'lib qolsa قسم الكراء الذي أقر به المكتري على المسافة كلها. Şu yolcu manç pulga deyişken de kira kılması 100 koyga deyişken degan şu pul bütün mesafege çesildi doğru. فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها. Bundan mesafede lütfen nimeni hesap kıldığı birisinin sözüne puldu birisinin sözüne bağlanırken Aqsu'da Aqsu'ni hesap qildi. Lekin avo men manshpulni falan yerga bergan degan ekan, mesela ko'rlig'i qadar ya Urumchi qadar 100 ko'yni chechilganmiz. Aqsu'ga 50 ko'y dilkasa 50 ko'yni ham qoldi demoqchi ekan. Wa hada al-qadru kafin fi hada al-bab.
Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslima. Kitabul Cu'li. El-Cu'lu vel Cu'ala. Bu da bir mukaffatın. Manda işini kıtpasa, manasını tatpasan, tüyünçürme, mukaffatırma degan narsa. Endi bu Cu'li degan ijaraga aqli olmaydigan, adam yallig'i olmaydigan ishlardi bo'ldi. Ijara bilan azroq bir tuqqanchilik bor, yaqinchilik. Ijara mesela muayyan bir ishga, ma'lum bo'lgan bir ishga yallayib turishma, ma'lum hozir noma'lum. Mesela benim falan nasim yo'qolib ketgan, shuni kim tappasa, bunga mashhur mukofot dedi-ku. Bu tappirish uchun necha kun ketadi? Qanchalik avori bo'ldi, u noma'lum. Tapolamiz da bo'lmamdi, bu birga. Undan keyin ijara elish, adam yallash mumkin bo'lmaydigan ahvolda ma'sulni qo'llanadi. Wal ju'lu wal ijaratu ala manfa'atin maznunin husuluha. Bo'lishi bo'lmasqa aniqlanmagan, bo'lib qolar deb o'ylangan, endi bir manfaatga yallashdan iborat edi jon. Bir xil ijara debdim. Misli musharatatu tabibi alal bur'i. Masalan, mush kasalni siqayta olsang, samonchalik mukofot. Ma'ni berma degandek. Wal muallimi alal hidaqi. Hidaq degan saboqni bitirib, Qur'on tamom qildi, Qur'onni xatm qildi. Yoki ma'lum bir hunar o'rgangan bo'lsa, shu hunarni egallab qo'ldingiz. Shuni xatm qilgandek bo'lishi. Masalan, balamga Qur'onni to'liq yodlatib qo'ysalar, sizga menda hadiya berma degandek. Va nashidi ala vujudil abdil abiqi. Nashid degan izlab topirgan. Qechib ketgan qulni tap akabirdigan ash kishiga shartlashgandek. Mening ash qechib ketgan qulimni izlab tepib akabiradilar, manchi pul mukofot turmaydi. وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه. Ulamalar bu caizmi bunda mukofot verish usuli caiz emasmi deb buni ixtiloflashib qoldi deydi. فقال مالك يجوز ذلك في اليسير بشرطين. İmam Malik debdi bu az bir ishlarda ikki shart bilan yasir deganda az miqdordagi mukofot berish mumkin. Fil yasir bisharatain ikki shart bilan jaiz debdi. Ahadihima alla yadriba lidalika ajala. Bunun muddat to'xtatmaslik lozim dedi. Manchi kun ichida demay kim maoshni bunda qilib beradi manchilik mukofot degandik. Va thani ay yakuna thamanu ma'luman. Demakchiga mukofot aniq bo'lishi kerak. Ikki shart debdi. Va qala Abu Hanifa la yajuz. Va Abu Hanifaning naqli xato. La yajuz. Jaiz. Va Shafi'i qawlan. Imom Shafi'ning ikki xil qarash rivoyat qilgan dedi, bir xil qarash kelgan. Imom Shafi'i jaiz dedi. Jaiz dedi Abu Hanifaning. Ha, la yajuz emas, yajuz. Demek şu calininki caizliğinde, meşrualıqda asas ixtilof yo'q. Şu İmam Malik kötügen şartlarını keyin şartlar. Bu şartların bazı tafsillardaki şartlar. Lekin cala degan caiz mi caiz emas mi? Caiz. Endi mana masalada qanday qilasiz? Buning da ikki shart bilan ma'qul deyman deydi. Lekin umuman unda cala degan narsa bor, yo'l qo'yilgan, caiz demoqchi. Bunda asosiy ixtilof yo'q. Va kitobda naql qilishi xatodir. وعمدة من أجازه جائز قرغلن دليل نمازسا دليل المشروعية دليلنا جائز قلوا جائز دم قلوا دبنا خرجما دليل المشروعية من الكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يوسف عليه السلام منك بنيامين قرنشنا أقلش وقالك ده شوندا ولمن جاء به حمل بعير كم أشنا تبأكلالسا برتوجه açlık dedi, bir tüge atılgan açlık mükafat dedi. Ve ana bir zayman men icabının gadet. Men beremem. Muşu calının sulubu şu demek. Ve icmal cumhur ala cevazihi fil ibaqi ve suali. Yani cumhur veya icma geldi dedi. Yani şu fuqahalar ittifak geldi desek buldum şu. Belki bir şaz bir qarashda caiz emas dediği bo'lishi mumkin. Lekin asosan biz ismini tanıgan fuqaha amsaramizda icma kerak bunu. Şart fakat İmam Malik rahmetullah'ın şartı. Bu ikki shart onda o'zi tafsilot cheganda deydigan shart. Demak bu yerda asosan ijmo bor. Yoki ittifoq ulamo desak bo'ldi. Masalan, ibaq masalasida va sual. Ya'ni ibaq yani qul qishib ketgan ahvolda va sual degani dual bo'lishi mumkin. Dallanamizcha bu anda hayvon qishib ketgan ahvolda. Sual desak, hayvon qishib ketsa shuni izlab so'rab tib akab birga odam
ibodat qilib qul qochib ketsa uni tepakapirish degan. Yani qul bilan hayvonning qochib ketish masalasida unda tartiqlash yoki so'yincha verish, mukofot berishning joizligida olimlar ijmo kelgan, ittifoq kelgan deydi. Jumhur dabto'ki olimlar ittifoq kelgan desak bo'ldi. Ve ma jaa fil athari. Demek mi yerde icmana geldi bana. Andın hadisten delil geldi. Ve ma jaa fil athari min akhdhi thamana ala ruqyati bi ummul Qur'an. Ve qad taqaddama zalik. Ashfatani o'qib qo'yib, ijlana chayin chiqib olgan odamni davolgan chaqda bir padoq qo'y mukofot bergandi. Ve umdatu man mana'ahu al-gharar alladhi fihi qiyasan ala sa'ir al-ijarat. Yani bunu çekligenler baken dedi. Biraz şikayetinde bir fukaldım biraz çekligen bolsa, çekligenlerin delinmezse ben namalımlık var. Mesela icarda namalımlık olsa bulmaydı o. Bu bir xil icara, bunun namalımlık var. Bu qanchalik kuch sarf qilib aşınınga erişidi o namalım. Neç gün avar buldu namalım. Aşı işini tuturup kilalarını tapalım o namalım. ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل. İmam Malik namazda aş işini tuturup şu digen neticesini qo'lga keltira olsa, ana shu mukofotga loyiq bo'ldi. Ama ve ennehu leysa bi aqdin lazimin. O yanğılanmaydigan to'xtam emas. Aqd lazim degan yanğılanmaydi. Yani bu adır ne demekçi? Aqdun caiz demekçi. Caiz degene yecuzu li kulli wahidin minhuma ar-rucu'. Yani varsa mesela falanı narsanı tep ekip bergen pul tartıp degan bolsa, bu adam kaççıda yeni olishi mumkin. Gepini yeni varsa buldu deydi. Bunu tutuşka adamı men tep ekilmez degan bolsa, yeni çirkesi buldu deydi. Çünkü vadimde muraqala var. Hadi deydi anda. Ulama deydi. Li kulli min at-tarafayni fasquha deydi. İki taraf hücresi buldu. Lekin kaçağın qabla tamamil amel bi iradetin munfarida. O'zi kitobda yo'q mu? İşini başlashdan ilgari ikki taraf o'zi yolg'izdan bo'ldi, qilmayman deb yeni bulardi deydi. Başlashdan ilgari. Ha, va talzamu al-ja'ila ba'da shuru'il 'amili fil amal. Mesela manda qilganga mukofotlar nima? Yani ki bunu neçeden ondan tutuşup ketdik onu. İzleş küçükkendiken uçağı yanılmaydı. Çünkü biz avaçılık. Lekin şundan geçti yeni vasıf buldukken, onlar başka şıkılıştırırken yeni vasıf buldu demek için. Vaktalafa Malik'un ve ashabu fi hadal babi fi kira'is safina. Yani bu kime meselesi girip çıktı. İmam Malik ve şairlere kimide eden toşup koyuş meselesi de kılıbışıp kaldı. Hel huve cu'lun ev icaretun. Bu cu'l bulamdu, icara mı bu? Xuddi mesela benim adariyatı ötkizep koygan edemge manşpul urma degandek o ötkizep koyup şu pulunu ağamdek. Bu cu'l oldu. İcara olsa şey adlıkını manşpul elip ötkizep koyma. Normal icara keşik yani. فقول مالك ليس لصاحبها كران إلا بعد البلوغ. İmam Malik bunda depti. Apırıp koygandan keyin andan kemiche shaqqini oladi debdi. Ibn Qasim bunda debdi. Nima uchun Ibn Qasim mushun tanladi desa zahaban ila anna hukma hukmul ja'l. Demak mushi gapi hozir nimadan iborat? Bu ja'ldan iborat. Ja'l dariskinatan degandan iborat deydi. وقال ابن نافع من أصحابه ابن نافع ما إمام مالك ننكي شايق لدن برسي عبد الله ابن نافع إمام مالك ننكي مدينة مفتي بوغان فتواش نقول بوغان 206 yılı vefat olup çıkan. Lahu qadru ma balaga min al-masafa. İbn Nafi muş mesele to'xtalgan chaqda qancha orliqni qilgan bo'lsa, shuning haqqini oldi debdi. Degankin, bu gapdan biz nima tushunmaysa, shu kirakash qildi degan gapni tushunamiz. Manchaga olib qo'ygan ekan, shuni shaqqini oldi deganda gap qilgan ekan, ha bu kirakashning hukmida bo'ldi ekan deb qarabdi deydi ekanmiz. Va qala usbuh İmam Malikning shogirdlaridan illajjaja fa huwa ju'lun. Lajjaja degan dolqullab daryo yoki dengiz muqim bo'lmagan ahvolda, xiyam xatarlik bo'lgan ahvolda bu mukofotlar. Meni aşağı kim o'tkazib qo'ya olsa, manchpullarni degandek bo'ldi. Fi bahrin lujjin ve in lam yulajjij unda xiyam xatarlik dolqulluq unda bo'lmasa fa huwa ijaratun lahu bihasab al-mawdu' alladhi wasala. Nega bir qo'shimsak bir orliq bir qo'ygandek bir kirakesh hisobida. والنظر في هذا الباب في جوازه. Demek biz mushu ju'l degan mushu babda bir qancha masalaga qarab tadqiq qilib o'tish lozim dedi. Muhim bo'lgan nuqtalar mushu demakchi. Fi javazihi. Javazi degan hozir mashru'ligi deydi. Mashru'ligi desak, yuqorida asosan bundan ittifoq. Yani aqdun lazimmi yoki joizmi deganda bu aqdun joiz. Lekin chiqib bo'lgan ekan lazim bo'lib ketishi mumkin.
va mahallihi. Mahalli degan shu qilmoqchi bo'lgan ish. Ma ishni qilib qo'ysang, mana natija bo'lsa, shu ish mahalliy bo'ldi. Yoki shu mukofotmi mahalliy. Mahallil aqd. Va shurutihi va ahkamihi. Bunun shartlari bo'lsa, shartini bekitish mumkin. Ayyakuna thamanu ma'luman, masalan, al-ju'lu ma'luman degandek. Va ahkamihi. Bunun ahkamlarimi jiq ahkamlar bo'lishi mumkin. Wa mahalluhu wa ma kana min al-af'ali la yantafi'u al-ja'ilu bi juz'in minhu. Bu mahalli ash amal dediq-ku. Demak, ash amallardir. Qanday amal bo'lish kerak esa, ashuning biror parchasidan mukofot olgan kishi foydalanmaydigan ish bo'lish kerak. Ya'ni buning natijasidan foydalanadi, albatta. Masalan, balamni topganligi mana shu degan bo'lsa, bu mesela u shagvadi, bu shagvadi ishni qilsa, u ishdan uni foydalanmaydi. Lekin balani tab akapas foydalanadigan. Shunda ish bo'lish kerak demoqchi ekan. La yantafi'ul ja'idu bi juz'in minhu. Yani onun anda parça u ishdan foydalanmaydi. Natijasidan foydalanadi, shuni mukofot o'rman dedi bu. لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم لأنه إذا انتفع الجاعل çünkü bu mükafatını suyunçunu vermekçi olan kişiye şu işini vermekçi olan kişinin işlerinin parçampırat tefsiri işlerden faydalanılan bulup kalsa meltezeme al-cu'al desek mi buldu? Mükafat demek o. Şakkı verdiğin buldu dedi. Mimma amilal multezimu lil-cu'ali. Amal mı daptı bir nüskuda? Mukofot uchun ishlaydigan kishi qilgan ishlardan biror parchasidan foydalanib qolsa, mukofot bermoqchi bo'lgan kishi va lam yati bil manfaati allati aqada al ju'lu alayha. Masalan, balani topganligi mansak mukofot degan bo'lsa, bu balasini tepish uchun Urumchiga yuribdi, Shanxayga yuribdi. Urumchiga olgan Shanxayga chigan ishlardan bu foydalangan bo'lsa, keyin bu balani topolmabdi. Tapamagan bo'lsa, kirkil manfaatlansa, walam yati bil manfaati allati aqada al ju'l alayha. Balni tepkasan degan shu manfaatni eklanmadi. Lekin shu Urumchiga olgan Shanxayga borgandan bu balni dasi bir xil foydalandi. Urumchi butun qizayotganiga Urumchi yo'qkan degandan bu foydalandi. Tamam. وقلنا على حكم الجعل عند biz جعل احكام bo'yicha manda desak innahu idza lam ya'ti bil manfaati allati aqada al ju'l alayha lam yakun lahu shay. Endi ju'lning qoidasi meta ay balni tab akalanmasa pul bermas kerakda. Mujna desak, ya'ni lam ya'ti bil matlub demakchi. Unda olganiga nima bo'ldi? Faqad intafa'al ja'ilu bi'amal al maj'uli. Unda olganiga bu mukofot uchun ashunda kuch chiqargan odamning sharkitidan foydalandim adam. Min g'ayr an yu'awwidahu min amalihi bi ajrin va zalika zulmun. Urumchiga berib, Urumchi qizitib, Urumchi yo'qkan deb Shanxayga tushdi. Urumchini qizitib yo'qkan deganligidan bu foydalandi. Undan keyin Shanxaydami topolmadi, boshqa yerdan topolmay so'rashib kelgandan keyin buni hech narsa bilan mukofot bermadi. Lekin Urumchini izdab berganligidan yo'q deganligidan foydalangan-da. Uning qandan binas bermasa, bu zulm bo'lib qoldi dedi. ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل. Bunda bir ahvol bo'lg'achqa, shundan foydalanmasqanda foydalanmas kerak degandek bir tartishmoq bo'lg'achqa, ulamolar ko'p masalalarda bu ju'lmi yoki ijara muomalasimi ixtiloflashib qoladi deydi. Mesela mas'alatu safinatul mutaqaddima. Masalan shu yuqoridagi kema masalasi. Shundami shunda hal hiya mimma yajuzu fiha al-ju'l? Bunda mushu ja'ala qiysa mukofot berib meni o'tkazib qo'yganligiga manjburma degandek ishqiz bo'lgan ishmi aw la yajuzu? Yoki unda biz bo'lmamdi. Mesela ihtilafihim fil muja'alati ala hafr al-abar. Mesela quduq ko'lashga kim shaz bir quduq ko'lab beralsa manjburma degandek. Shunda talash tartish bor edi. وقالوا في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة. مغارسة deganman ko'chat tikib, uning mevasidan tang bahramon bo'lish degandek to'xtam, muzaraga o'xshash. Muzarani ziraat terish, masalan biraylan zamin chiqarib, biraylan kuch chiqarib ziraat teriydigan. Mug'arasa degan biraylan zamin chiqardi, biraylan qalamchi masalan, ko'chat tikib, jerim tikadigan. Bu bir tarafda jolga o'xshab qoladi, bir tarafdan so'diga o'xshab qoladi deydi. Va hiya inda malikin an yu'tiya ar-rajul mana ta'rif debdi.
Mugharaz degan İmam Malikning nazarida an yu'tiyar rajulu ardahu li rajulin ala an yaghrisa fihi adadan min ath-thimari ma'luman. Ma'lum miqdorda ko'cha tikib birsa deb ziminni birlarga topshirdi ekan. Fa idza istahaqqa ath-thamara kana lil-gharisi juz'un min al-ardi muttafaqun alayhi. İmam Malikning nazarida mugharaz degan shunday ekan. Ya'ni ziminni birsiga berib, ma'nunga ko'cha tikkan, qalamchi tikkan, keyin ziminning bir qismi sening bo'lsin deganda iborat ekan. Lekin Hanbali mazhabda, Hanbali mazhabida ziminning bir qismini berish mug'arasada joiz bo'lmaydi. Faqat ko'chatning bir qismini yo usulning bir qismini berish joiz bo'ldi. Davonkin bu İmam Malikning qarshiligi mug'arasining bayoni hozir. Bayaga o'qishi sal jiroq bo'ldi. Ya muzaraga o'xshaydi bu, yoki shu ja'alaga o'xshaydi. Bayoniga o'xshab qolgan tarafi shu ekan. Tikib bergan deb birish emas, mancha ko'chat tiksa deydi, ha? Lekin ko'chat tikib, meva bo'lsa, usul olib qolsak, men yerimni sana beritaman degandek. Faydastahaqqa samar, meva chiqib, usul olsa, kana lil-gharis juz'un min al-ardi muttafaqun alayh. Qanchimo ya berman degan bo'lsa, shu ko'chat tikkadim, shunchimo, ya'ni o'zing mulki qilib oldi ekan. Bu bir xil mukofotdek bir narsa. Bir tarafdan baya bo'lishi mumkin. Ko'chatga ziminni sotgandek, masalan. Demak, buning qarshiligida zimin bir meva emas. Meva bo'lsa muzaraga o'xshab qoldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.